Senligi yoqdi, boshqa variantlaring ham yo'q. Tog'a narxidan ozroq tushasizmi? Voy, endi qilib qo'ydilar. Bozormi bu talashsanlar? Sibal satsudi, senlarga beradigan uyim yo'q. O'zi oila qo'ymoqchi edim. Men ketdim. Turamiz, rozimiz. 3 kishimi? Ha, 3 kishi turamiz. Bo'ldi, qaralaring. Pulini hozir bo'lib berlaring. Xo'pmi? Men yana kelaman. Men qalayman. Voy, sekin. Ukalar. O'tkir aka yana ichishganlar bizga. Tushunmadim. Qanaqa ish? Voy, qanaqa beo'xsham. Bular kim o'zi? Voy, qani sali? Xona to'lgan joyi yo'q, Sibal. Qaysini eshitdi ochding? Sen 3 kishi turamiz deganding-ku. Hali 3 kishi turibmiz, qolganlar jotibdi, bizga jotishga joy yo'q. Voy, sen nima do'stsan, mana buni qara, mana do'stman. Nima bu bozor vaqtidan nima? Bitta o'tgandan qolgan. Voy, sen nima? $1000 ko'plik qildida 3 kishiga. Hozir $30 tushyapti. Ko'ryapsiz, shunda ham dollardan tushyapti, so'mdan emas. Sus damay, sus. Tamam, sus. Voy, bu karta qimor o'ynayapti-mi? Tushunmadim. Yo'q, qimor emas u. Kasatal jumishga navbat. Voy, sen. Va alaykum assalom. Sen qiz borami? Yo'q, noto'g'ri o'ylamang. U xonada turadi. Voy, qanaqasiga o'zi uy bir xonalik-ku. Ichga bo'lib qo'yganmiz material bilan. Bak, O'tkir aka, analarni ovqatini olib keldimmi? nima nabeti? Nima ovqati? Kimga? Xo'jayevasanlarmi? Va senga gapira olmayman. Ular sizni tanimaydi-da uncha. Qachi? To'xtang. Va seni balkonda qo'y. Yana 2 kishini jeyini yeganlar-da, berg'am.